07 mashinasini olib qoldim. Elektr оборотlarni to'g'rilab beramiz. Bu mashinamizda dvorniklar ishlamayapti. Motorchilari, cho'tkalari, tablolarni ko'rib beramiz. Keyin gitaralar ishlamayapti mana bu yerda. Signallar yaxshi chalmayapti. Elektr оборотini qarab beramiz. Ikkita orqa eshigi quplamayapti, ishlamayapti orqa eshiklar, orqa faralari, zadniy faralari, nomer освещениялarigacha qarab beramiz. Bu yoq eshiklarni ham to'g'rilab beramiz. Mana bu yerda benzin nasosi relaylari bor, tagida o'shalar simlari osilyotibdi, ularni to'g'rilaymiz. Bir sidra qarab beramiz. Pirdaxnitni bloklar yaxshi ishlamayapti, bularga yangi pirdaxnitni blok olib kelib, xudo xolisa qo'yib beramiz. Videolarni kuzatib boringlar. Qilinayotgan ishni hammasini qo'yib boramiz. Ko'pchilik narx-navo bo'yicha so'rashibdi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, sifatli qilib qarab beramiz. Pirdaxnitni bloklarni tengini ko'rishingiz mumkin. Mana ismlarni hammasini akkuratni sifatli qilib to'g'rilab beramiz. Ichlarini ham to'g'rilaymiz mana. To'chilarni olib kelib oldi. Rossiyskiy bu bo'ladi, haqiqiy Rossiyaniki. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana o'tkalari bilan turibdi. Faqat bu Rossiyadan yechib kelingan bo'ladi. Mana tuyagalari yangi bo'ladi. Keyin mana ishlarni boshlaganmiz. Mana bunaqa yangi pirdaxnitni blok. Mana eskisi hammasi har qayoqda nima kerak bo'lsa tortib tashalgan. Biz ham bunaqa pirdaxnitni blok qo'yib beramiz. Hamma Jigulini zapchasi bor. Mabodo kerak bo'lsa, bemalol kelaveringlar, sifatli qilib qo'yib, chiroyli qilib beramiz. Kompyuter simlari hammasi izolyatsiya so'rab, telarni harakatga qilib, hammasi izolyatsiya so'ralyapti mana. Hozir menga o'raymiz. Telarni yig'ib, xolisi. Hamda tayyor bo'ldi. Mana elektr oborotlarni qilib berdik. Stikli podiyomlarni to'g'rilab qo'ydik. Oynalar ishlayapti, tablolar ishlayapti mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Dvorniklarga ishlatib qo'ydik. Mana suv sepaganlarga ishlayapti. Magnitofonlar, hamma narsa ishlayapti. Hamma shuni otsanglar mana salon освещениялarigacha o'tyapti. Mana bilan simlarni to'g'rilab qo'ydik, paratga qilib. Oynalarni ko'rishingiz mumkin. Mana tushyapti. Mana ko'tarilyapti. Mana bunaqa priori ключатор buniki. И o'ng tarafi ham mana tushyapti. Mana ko'tarilyapti. Mana signallariga ishlayapti. Bu mashinamizda avariyalar yonib o'chyapti, faralar yonib o'chyapti. Salondan ko'rishingiz mumkin. Orqa farasi yonyapti, avariyaga to'g'ri patfani mana nomer освещениялariga ishlayapti. Mana bu yo'q ish bo'lgan ключатор qo'yilgan. Mana bu yoqdan ishlatsangiz ishlaydi, oynalar mana tushadi, mana ko'tariladi. Yana tegdi simlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasini paratga qilib, cho'tga qilib ishlatib qo'ydik. Hurmatli ko'rsatib o'tamiz, mana motorniyatsaklarni, pirdaxnitni bloklarni boshqa qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasidan akkuratni sifatli qilib elektr montajini fonni full variantda qilib beramiz. Ledlar qo'yib beramiz, oldin amerikanka yonadigan qilib beramiz. Bu videoni shunaqa retro so'roqlarga jo'natib qo'yinglar.